Assalomu alaykum. Humoyin Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, musofirda yurgan aka-ukalar, darvoza qo'yish maqsadida yurgan yurtdoshlar. Xudo xohlasa mana birdaniga shu 3 ta darvozamizni joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozalarimizni aziz yurtdoshlar Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan darvozalarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozalarimiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepdik. Hozirgi kunda bu temir darvozalarning kvadrat metri necha puldan necha pulgacha yasalyapti. Albatta chiroyli qilib darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni shu xonadon egalari akalarimiz o'zlari bizning YouTube kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib albatta zakaz qilishganida, Xudo xohlasa mana sizlar ham videoda ko'rib, o'zlaring baho berasizlar va mehnatimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Mana shu o'rtadagi darvozamizdan boshlasak ma'lumotni berishni aziz yurtdoshlar. Ikkilik listda yasalgan, polni sifatli temir mahsulotlaridan yasalgan temir darvozamiz. Razmer eniga 398, bo'yiga 4 razmerda bo'ldi. Uchala darvozamiz ham aziz yurtdoshlar polni bor bo'yiga ochiladigan bo'ldi. Albatta katta texnika kirib chiqish hisobini olgan holda xonadon egalari chiroyli qilib o'zlari aytganlarini zakaz berishgan. Mana shu yo'llari ham mana plotni bo'lib, juda ham chiroyli holatda qilib devorga yopishgan holda o'rnadi. Darvozamiz asosiy stoyka qismi mana 10 yo'llik 3lik stenali brus bo'lgan va qovurg'a profillari mana polni 2 yutashi. Darvoza baquvvat turishida bir katta ahamiyatga ega narsa. Oldiga to'rlik 1.7lik stenali profildan foydalanganmiz. Mana shu kletka joylariga ishlangan kichkina detalchalar ham aziz yurtdoshlar qalin profillardan yasalgan. Darvozamizga yanada bir ko'rk bag'ishlashni hisobiga mana o'rtaga qo'shimcha ruchkalar qo'yib, yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz, yaqinroqdan ishni sifatini darvozani tekishlagida mana shu nerjavikalarni ham yopishtirib, chiroyli qilib darvozani o'ziga xos fasondan qilib tayyorlaganmiz. Endi kraskasiga to'xtalib o'tsak, hurmatli yurtdoshlar, kraskasi mokriy asfalt svetda gruntovkalar sepilib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan albatta foydalanganmiz. Bu darvozamiz aziz yurtdoshlar sifatli temir mahsulotlaridan tayyorlanganligini hisobiga shu o'xshi plandasi aylantirib ko'rsatsalang darvozani 900 ming so'mdan mana shu uchala darvozamiz 41 million 500 ming so'mga kelib o'rnadi. Mana shu zamoklari ham aziz yurtdoshlar hozirgi kunda yaxshi xizmat qilib kelayotgan, shu ishlab chiqarayotgan zavod 5 yil garantiyasini berayotgan zamoklardan bir zamokdan qo'yilgan. Darvozalarimiz juda ham holatda, chiroyli holatda chiqdi. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, qo'ydirish, shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekran ostiga nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab shu arzon, birinchi qo'ldan o'zi yasab, bitirib, olib borib ustanovka qiladigan ustalarga zakaz qilaman deb yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilishlari mumkin. O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, Xudo xohlasa imkon boricha qo'limizdan kelganicha shu katalogimizdan tanlagan darvozalaringni yoki o'zlaringga yoqqan biror joyda darvozani bir surati bo'lsa ko'rsatsalaring, kelishilgan holda chiroyli qilib tayyorlab olib borib, aytilgan manzilga ustanovkalarni qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan savollarni qoldirishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.